şaşmit jallap üstüne. Kastım ucun nas keltirur, nun eldivan sağdısına. Kıl tamaşa kavati, zeybağısı birlan avrazın. Ey şah garam aylar cağı, ken tüt yamani yaşını, tüm mehri nuri penkşer, vayran abad üstüne. Markavatasına. Kelekiyonlarga baxt va saodat tilaymiz. Sog' salomat bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, ilohim hammani yaxshi kunga to'yga yetkazsin. Salsari kalpli Alqi zulfi, ay sho'ning ya qurban
İki taşı kanamam, iki çeşmeyi Darımın aynada sine yok safiye Çarşamaz, patacak ne yaptı? Ben de Yıkına zavkiyat içine Sen bir durdağmaydı Bak seni rari Gülistan'da Kurban olam ya sana Kurban olam Dişlerin ya haro har bir suhani Abi Hazırcan qanday? Qo'zini ol, gaplab, qo'zini. Bo'lsa beraymi? Ha, Rustam aka oldirasizmi, Rustam aka? Rustam akaga. Xotini bor, keyin xotini bor. O'zi o'chgacha gap bo'lgan. Qarg'ur, bo'lsin. Qarg'ur. Amlar bir yaşlı var ya. Toylar yapmışsın. Assalamualaikum. Ya, kamu tadi aku memikirkan. Ya, ko'rinmaysan ana. Ko'rmaysan-da, to'xtatdi. Sog' salomat bo'lmaydi.
senga qurbon bo'lam, yor sana qurbon bo'lam. Sinay sofloq shobaxshiga qurbon bo'lam, yor sana qurbon bo'lam, sana qurbon bo'lam, yor sana qurbon bo'lam.
ko'p bezaksiz bo'lsa ham mana o'zimizni milliy ashulamiz yaxshi nima deysizlar? Juda shavqini ko'p bo'lmasa ham. Rahimjon aytganda boshimizni chayqab eshitdik, maza qilib eshitdik birodarlar. Mana o'zimizni mumtozimiz yaxshi hamisha. Yoshlarni bilmadim lekin. Bugun birodarlar ko'p yaxshi insonlarimiz yig'ilgan bu yerga. Kasbdoshlar yig'ilgan, og'ayin qarindoshlar yig'ilgan. Mana Sheralijon tasvirga olyapti, oshpazlarimiz mana taom tayyorlayapti. Arabxonaning yaxshi yigitlari bugun xizmatda. Hech kim charchamasin. Hamma vaqt mana mehmon otay xudo deydilar. Mehmon xonat kelgan xonadonga mehmonni orqasidan baraka yenar ekan. Mana shu baraka yengani rost bo'lsin. Katta to'ylar qilarsan. Do'stlar bilan davron surarsan. Oilang tinch bo'lsa birodar, ro'zg'oring tinch bo'lsa birodar. Yurganingda xursand yurarsan. Farzandlar kamolin ko'rarsan. Yomonlik eshigin yopib yurarsan. Ro'zg'oring tinch bo'lsa birodar, oilang tinch bo'lsa birodar. 5-10 ulfat bilan suhbat qurarsan. Kamchiliging bilinmay ketar. Yoshing ham bir joyga yetganda ro'zg'oring tinch bo'lsin birodar, oilang tinch bo'lsin birodar. Hammaning oilasi tinch bo'lsin, ro'zg'ori tinch bo'lsin. Yaxshi kelinlarni olaylik. Nabiralarni sunnat to'ylarini, o'g'illarini sunnat to'ylarini qilaylik. Qatorlashib ularga imoratlar so'raylik. O'zbekning eng katta niyati, orzusi, mehnati ham shu. Xolquljon Kubayev ishtirok etyaptilar. Kishiga shu nurchilarimiz, montorlarimiz nomidan Xolmurodjon Izzatullayevga, chunki Normat ko'p yillar hozir ham mana shu montor bilasizlar nurchi. Yana bitta hurmatli aziz mehmonimiz, qolaversa bu kishini Xudoy ham desak bo'ladi, Zaribjon Kamolovga marhamat, mana shu 3 ta yaxshi birodarimizni, yaxshi oqsoqollarimizni 3 tasini mana yonimizga chaqiraylikda, bularni bir dil izhorlarini, shirin so'zlarini eshitib, mazza qilib yana ashullar eshitib, mana o'yinlar tomosha qilaylik. Marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Moybuloq mahallasida Qaroqchilarni Bashli Mamar akamiz, jiyanimiz Tojiyevlar xonadonida juda ham bir yaxshi kun, to'y, tantana. Albatta bu bejiz emas. Mana shu ikkala yoshni baxt, visol kechasi. Eng avvalo men o'zim nomimdan, butun mana shu Qoqsoy mahalla ahli nomidan mana shu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, hayotlarida qoqilmay, surinmay, bir hech qachon bir g'am ko'rmasdan bir ajoyib oila yetishga tilakdoshman. Mana shu ota-bobolardek bir chiroyli yashab, shu hayotidan juda ham bir mamnun bo'lishga tilakdoshman. Qolaversa, mana shu kelgusi yillarda Rustam aka bu yerga bir beshik bezab kelsa-da, yana bir shu xalq chaqirib bir ajoyib to'y qilayin deb, mana shunda bir tashishda yursangiz, to'y tashlarda biz shunga tilakdoshmiz. Albatta, hammaga mana shu yangaman ham qo'shqa qaring, baxtli bo'ling, saodatli bo'ling. Mana shu kelin-kuyovlarni hamma vaqt kamolini ko'ring. Yangam bilan qo'shqa qarib yurganingizni ko'rib, mana shular juda ham hamma vaqt xursand bo'lursin. Bularni bir qo'shqa qarib yurganini ko'rib, siz yangam bilan mana shunday hassaga boshqa ham mana shularga suyanib bir juda ham bir shirin hayotni davom ettiring. Mana shunday bir yaxshi niyatlarni sherdagi barchani xonadonda to'y bizning tomosha shu yaxshilar tilaymiz. Siz berasizmi? Rahmat, salomat, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Naman Mantilda xonadonida katta to'y va tantana. Allohim u kishining ro'zg'origa baraka bersin. Bola chaqalar bilan tinch bo'lsin. Mana shu Fuqqanjon va kelinimiz iloya qo'shqa qarsin, bolali chaqal bo'lsin. Bu kishilardan bo'ladigan zurriyatlarni ham Allohim insofli, diyonatli qilsin. Mana shu ota-onasiga eli sevadigan aziz farzandlar bo'lsin. Bizlar mana shu Namanda shu bugungi ayyom bilan Nazirani qizg'in tabriklaymiz. U kishiga kichkinagina bir sovg'amiz bor. Ruxsat bersangiz topshiramiz. Mayli, rahmat. Endi sovg'a
paket içinden ko'rolmadik da Xolmurat nima ekanligini hamma qiziqib yotdi endi nima ekan. Ha? Ha, bo'ldi. Ha, qo'rg'on. Bitta mashinaga ketgan ekan, ha? Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bugungi to'y bilan Nurmamat seni Rustamjonni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr tilayman. O'zi ilgaridan hamma tomonlama chambarchas bog'lanib, qarindoshlarga aylanib ketib bo'lganmiz. Yana rishtalar mahkamlanib, yana baquvvatlashib boryapti. Yoshlarga uzoq umr tilayman. Bular qo'sha qarisin, baxtli bo'lishsin. Uzoq umr ko'rib, serfarzand bo'lib, mana shu sizlardan xalqqa yurtga xizmat qilib yuradigan bo'lsin. Bugungi to'y bilan yana o'z navbatida butun tojiblar sulolasini, katta sulola hisoblanadi. Ishbulotovlar sulolasini, ana shuni hammasini bizga tog'a jamoat hammasini chin qalbimdan tabriklayman. Samimiy tabriklayman. Uzoq umr tilayman. Charchamanglar, qancha xizmat bo'lsa mana qishloq ahli turibdi. Birgalikda to'yni yaxshi o'tkazamiz. Rais bosizga ham sog' salomatlik tilayman. Hofizlarga sog' salomatlik tilayman. Hofizlar ko'p yaxshi ashulalardan aytinglar. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat so'z berganingizga. Rahmat Zarifjon, bu endi hammasi Arabxonani hammasi sizga tog'ada. Hammasi tog'a, javlik tog'a. Moybuloqdan naraqi to anavgacha Durotagacha bizga tog'a. Hammasi. Siz bu hammasi tog'a berdilar. Mana jiyan har qancha bir jiyan kelsa, birodarlar mana to'nlar topshirishni vaqt kech bo'lmasin, to'nlarni ham topshirib qo'ying deyapti. Chunki bu yerda oqsoqollarimiz to'ni bor ekan. Rahmanda keling. Chapon bor ekan. Qani? Muyassaranga akangiz to'nni olib kelmayqa. Akangiz to'n. Qani? Qani? Olib qani? Qani? Abduxoliq to'nni kiyib oling, Abduxoliqjon. Abduxoliq to'nni kiyib oling. Mana singlingiz mana ataylab o'zi yopyapti. Qani? Yep, barakalla, ofarin. Qani? Rustamjon, Xudobo. Rustam. Kerakman to'nni oling. Qahramon qayerdasiz? Qahramonjon, keling. Kelyapti? Qani? Endi mana shu sovchilikda bir mukofoti. Hozir ketmay turasiz taqa. Ketmay turasiz. Qahramonjon, qayerdasiz? Qahramonjon. Qani, kiygizing. To'nni kiygizing bo'ldi, menimcha. Bo'ldimi? Qani endi. Endi mana hali yo'q keksarbaydi. Rahmantani o'rtaga olib. Rahmantani o'rtaga olib. Muyassaryangamni o'rtaga olib, marhamat bitta chiroyli o'yinni mana shulardan qani. Sizlar baquvvat bo'ling doimo. Solup
Mehmon mana shu xonadondan hech kim Bizlarga havo hangama olib aka tiniq suv ichmaydimi? Tiniq suvdan ichadimi? ana shu do'stlarning chiroyli so'zlarini, tabriklarini eshitaylik. Marhamat, Serqul marhamat keling. Mana Rustamjon bilan birga o'qigan, birga tahsil ko'rgan. Qani marhamat. Biz aytgan mehmonlar marhamat keling. Marhamat. Qani? Qani marhamat. So'zlar yozib oling. Hamma o'zimizda o'zbekchilikda mazorbosti deydilar. Qancha joylar, tabarruk joylarni qadamingiz bilan bosib kelgansiz. Marhamat. So'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz o'rtoqlar. Mana bugungi mana shu to'yning sababchilari do'stimiz Rustamjon va uni xudosi Normat aka ikkalasi mana xudo bo'lyapti ekan. Mana shu to'yning sababchilari, ularning farzandlari mana baxtli bo'lsin. Xo'sh. Uval bo'lsin. Mana hozir mana shularni nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Bu yildan keyin shularni sunnat to'y qilib berganda o'tiraylik. Mana shu kelin kuyov ham ota-onasiga, vataniga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Nima qilamiz? Endi mana shularga faqat baxt tilaymiz. Hamisha mana shu kelgan joyiga toshday qotsin.
Shu baxtli bo'lsin, bolali chaqali bo'lsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Barakalla, qiz bola palaxmon toshi. Safqonga sap otiladi, qayerga borib tushsa shu yerga boradi. Lekin safqonga otadigan joyni ham manzilni bilib otmoq kerak. Yaxshi joyga tushgan. Yaxshi joyga tushgan o'zidan o'zi ko'paysin. Bu teksalarimiz aytgandek toshday qotsin, farzandli uvali juvali bo'lsin. Mana kelasi yillar Rustamjon bilan birgalikda beshik olib kelasiz. Xudo xolasa. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Normat do'stimiz xonadonida eng ajoyib yosh kunni ishtirok bo'lib turibmiz. Albatta ularning sabablari mana ikkala yosh. Ana shu ikkala yosh baxtli bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. Mana shu eliga, xalqiga xizmat qiladigan eng bir namuna o'yinlar qursin. Umrlari uzoq bo'lsin. Rustam do'stim, Normat do'stimizni topqinlar yaxshi bo'lsin. Nasib etsa mana shu bugun nikoh kechasida qatnashganlar 1 yildan keyin Normat do'stim 5 to'ylardi. Nasib qilsa sunnat to'ylarida mana shunday bir ishtirok etaylik. Mana shunday qatnashganlarga mana to'ylar nasib etsin. Dasturxoniga baraka bersin. Xonadonga qachon kelsak yosh kunlarga kelaylik. Reis bozga olaman. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu davrani qatnashchilari, mana bugun do'stim Normatga katta to'y tantana. Bu do'stim to'y bilan avvalambor tabriklaymiz. Nevaram bilan kelinim qo'shqanim bilan qo'sha qiladi. Normatjon, boshingiz to'ydan chiqmasin. Kelasi yil shu vaqtlar beshik to'ylariga kelaylik. Qolaversa, mendan sunnat to'ylariga. Boshingiz to'ydan chiqmadi, hamisha to'ylarda o'chiraylik. Omadingizni bersin, dasturxoningiz ochiq bo'lsin. Rais bor, rahmat salom. Qani endi do'stlarni o'yinga chaqiramiz shu yerga. Bizni mana Salovat tog'amiz ham shu yerda bo'lamiz ham. Yo'lboy tog'amiz ham shu yerda. Hammasini. Rustamjonning jo'ralarini ham mana shu yerda ko'rib turibman. Chaqiramiz. Alohida chaqiramiz. To'g'ri. Mana senga Rustamjonning sinfdoshlarini ham alohida chaqiramiz. Hozir mana shu do'stlarni bir o'rtaga olib, changitib mana shu kuyovlarni, kelin-kuyovni oldiga chiqib, changitib bitta chiroyli o'yin qilinglar. Tayyormisizlar? Arazlar mana shu yerda. Ana shu yerda bittagina anamiz bor. Madrahimjon Olimov. To'rqinjonning o'g'li san'at kollejida tahsil olyapti.
yolda sazını Yarım alırsan hayalım Çalıp çalıp yolda sazını Yarım alırsan hayalım Ay kaygırın yüreğimde Cevapsız kalan savalım Ay kaygırın yüreğimde Cevapsız kalan savalım Aman 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 Sanki
gördüm. Bir bulsa geçerdim nasip hoş geçersin. Bir bulsa geçerdim nasip hoş geçersin. Karabayım olan parazı rezim sevme. Aşk yüzüm, aşk olsa bulmaz. Yürek bağrı giymeseye, bir koda yansa bulmaz. Sevenlerde yüzdükler, yanmaz mı salsa bulmaz. Aşkım yürekken, kayıpları kalsa bulmaz. Ayağı kulun yaşım, gecelen olsa bulmaz. Ağır küs boy boy boy, kara küs boy boy. Ağır küs boy boy boy, kara küs boy boy. Saracağım sana, bağlı kalan kalacağım. Bugün babam yanmayın. Saracağım sana, bağlı kalan kalacağım. Bugün babam yanmayın. Yüreğime bırakacağım. Sormasa kalmam, canım sıkmaz yüreğim. Siz almışlar beni, kısmıyoruz yanacağım. Yalanlarsa, kısma yanılsa. Ağır boy boy boy, kara kız boy boy. Ağır kız boy boy boy, kara kız boy Don't
Lagin tamam qo'ymaydi. Nima? Aytsang jonli aytgin. Ya rahmat, salom. Salom. Qani ayollar tomonidan ham gashtakchilar, dugonalar, boshqalar bo'lsa, bo'lmay qoldi. Aytmay qo'yapti. Rizqimizni bergani Alloh taoloning rizqimizni bergani rost bo'lsin. Birodarlar aytadi. Bir yigitlar tug'ilsin. Hali ko'p qo'li ochi. Axir elimiz quvonmaydi. Biz quvonmaydi. Mana shu yerda aziz mehmonlarimiz bor. Ancha vaqtdan beri keyinga gapirasiz. Keyinroq gapirasiz. Siz hozir gapirib qo'ysangiz, kim gapiradi degan do'stlar bor. Dilmurodjon, marhamat. Qadrdon, Rustamjonni qadrdon do'stlar. Yana bu yerda ishtirok etayotgan qadrdonlarimiz orasida hurmatli domla ustoz Samarqand qishloq xo'jalik Dorulfununi dotsenti hurmatli aziz mehmonimiz Ismatlarjon Xo'jayev ishtirok etyapti. Mana shu insonlarni, mana shu yigitlarimizda navbatdagi so'zlarimizga taklif qilaylik. Chiroyli niyatlarni eshitaylik. Birodarlar, to'yimiz bundan ham gullasin. Marhamat qilib. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, azizlarim, qarindoshlar, mahalla ahli. Mana bugun Namanjon tog'amiznikida katta bir shodiyona kun. Mana shu yoshlarda kechasi visol oqshomi bilan mana shu yoshlarni chin yurakdan samimiy tabriklayman. Bularga uzoq umr, baxt, saodat tilab qolaman. Mana bu to'yda boshda turgan avvalambor Rahmon jizzamiz, Rahmon pochchamiz omon bo'lsin, chunki bu kishilar mana shu Tojiyevlar sulolasini yangi avlodini boshlab beradigan, yangi sulolani boshlab beradigan mana bugun yangi bir oila qurilyapti. Mana shu oilani kelajagini, kamolatini tilab qolamiz. Yoshlarga baxt, saodat o'zidan ko'payib, o'ynab, o'sib, elga bir namunali oila bo'lsin. Kelin tushgan uyga albatta qarang bir fayzi baraka keladi. Kelin tushgan uyga nur yog'iladi. Kelin tushgan uyga ziyo keladi. Avlodning yangi sulolasi boshlanadi. Mana shu yoshlarga baxt, saodat, uzoq umr tilab qolaman. Namanjonning topganlari to'ylarga beruvsin, nasib bo'lsa kelgusi shu paytlarga, beshik to'ylariga, undan keyin nabira to'ylariga, qullusinga, faqat to'y tomoshalarga yaxshi kunlarni guvoh bo'laveraylik shu yerda. Katta rahmat rais bo'laman. Rahmat. Dilmurodjon marhamat keling. Biz yuqorida ro'yxatga olib qo'ygan. Dilmurod keling sizdan. Yo'lboy, ikki og'iz niyat, baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Mehmonlar va mehmonlar, mana bugun katta to'y tantana Tojiyevlar xonadonida juda ham tantana. Shuni sababchilari visol oqshomida mana bugun o'tiribmiz, kelin bilan kuyovni visol oqshomida Rustamjon qizimiz Nigar oilalarni ham to'ylari bo'lyapti. Sindoshlar nomidan Rustamjonni, kelinimizni, Dormamadjonni hamda kellarimizni mana shu to'y bilan tabriklaymiz va kelin kuyovlarga uzoq baxt, saodat tilaymiz. Hamda mana shu sunnat to'y bo'ladigan yigitcha ham bobolariga, otalari o'xshagan katta inson bo'lsin. Mana shu inson ham qishlog'imizga, xalqimizga kerak insonlarga yetsin. Bizlar Nigar oilalar qizimizga arzimas bir sovg'amiz bor. Mana shu sovg'amizni ko'rdim. Tabriklar keladi. Marhamat. Hammalaringizni tabriklaymiz. So'z bilgancha rahmat. Mana chiroyli uzukdan tabli. Marhamat. Yengilgina bir muzikani qo'yib turasizlar. Mana uzukni kelar yillar kelar tekrar dasturxon qo'ydi. Xonadoniy albatta o'g'lon aylanadi. Jon qizim, jonim qizim, jonimga darmonim qizim. Besh to'ylarda ko'p ko'rinadi. Ayajoning erkasi, endi mehmonim. Sovchilarga hali yoshdir desam, hech ko'nmadi. 5-10 kun xizmatim qilsin desam, hech ko'nmadi. Ukalaring o'ynatib yursin desam, hech ko'nmadi. Jon qizim, jonim qizim, jonimga darmonim qizim.
Adacanın erkesi, endi mehmanın kızı. Xanadanın tegresiyle albatta umman aylanır. Xanadanın tegresiyle albatta oğlan aylanır. Toy kılarsan toylarınga boş bolarman. Can kızım, canım kızım, canım dermanım kızım. Biraderler, chiroyli o'yin qilamiz. Mana shu o'yinga biz mana barcha Normatjonni do'stlarini ham, ularning oilalarini ham taklif qilamiz. Barakallah. Yaxshidan bo'lsin, zo'rdan bo'lsin. Odam umrini lazzat qo'y. Odam umrini lazzat farzand, to'y kam qilinadigan tantana. Normat ertaga ham to'y qilmaydi. Chiroyli qilib marhamat. Samarqand joyida